Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hikmatullo, yaxshimisiz? Alhamdulillah. Charchamasdan. Sizlar bilan. charchamoqsizmi? Allohga shukr, rahmat. Bugun bayram kunlari ham tinmabsiz-da bugun. Inshaalloh mana ertalabdan ishni boshlab oldik. Bugun bizga nimani bir ko'rsatib, bir hayron qoldirish niyatidasiz? Bugungi ishimiz kompensiruющий shit deyiladi. Kompensiruющий shitimizda mana shu puskachilimiz ikkita fazasi yaxshi o'tkazmay qoldi. Puskachilimizni yechib, yana bu puskachilimizni yeching. Puskachilimizni qo'yib beramiz 75 kilovatlik puskachil. Bizni bitta ma'lumot berib o'taman. Bu puskachilni yechishdan oldin shoshmang. Ozgina bo'lsa ham elektrikidan xabarim bor-da, shundan bunaqa bemalol sim qo'yishingizdan maqsad, ya'ni nimaga asosan buni sim qo'yasiz? Ya'ni bu shit tokdan anaqa qilinganmi, ya'ni o'chirilganmi? Buni o'chirib tekshirib olganmiz, hamma narsasi uje o'chgan. Voltimiz yo'q, faqat bitta no tomoni bor. Bu kompensiruющий shitimizda kondensator o'zida volt saqlab qoladi. Ma'lum bir miqdorda. U odam ushlagan paytda mana bu ochiq joylari bor, hozir biz yechayotganimizda buni как-никак шестигранник ключ bilan yechamiz. Shu yechayotgan paytimizda o'zimizni tok urmasligi maqsadida buni tiqib, shundoq ikkita kontaktni bir-biriga tekkazib olib, zaryadini olamiz. Ya'ni maqsad zaryadni olish. Zaryadni olish. Ya'ni zaryadni so'ndirish. Shunaqa. Endi ko'rib oldik. Bunda hozir zaryad olindi. Inshaalloh bu yoq tomoniga tekshirib qo'yaveramiz. Ortiqcha ehtiyotkorlik ziyon qilmaydi hech qachon. Обязательно. Ana ko'rganinglardek qo'yib, almashtirib bo'ldik inshaalloh. Ishga tushirdik. 31 amperdan tortyapti. Hammasini tekshirib chiqdik inshaalloh.